Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Eski pasport bilan yurgan fuqarolar uchun 2 iyul sanasi oddiy sana emas. Agar sizda ota-onangizda, turmush o'rtog'ingizda, qo'shningizda yoki chet elda ishlayotgan yaqinlaringizda eski namunadagi pasport bo'lsa, bu ma'lumotni albatta oxirigacha eshiting. Chunki ayrim holatlarda odam pasportini almashtirmagani uchun bankda, notariusda, davlat xizmatida, chegarada yoki hujjat rasmiylashtirishda kutilmagan muammoga duch kelishi mumkin. Men bugun qo'rqitish uchun emas, aniq tushuntirish uchun gapiryapman. Kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Qaysi holatda 5 kun ichida harakat qilish kerak, qaysi hujjatlarni tayyorlash lozim, qayerga murojaat qilinadi, hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga ozroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'pchilikka vaqtida yetib borsa, odamlar ortiqcha jarima, navbat va sarsonlikdan qutuladi. Avval eski tartib qanday bo'lganini tushunib olaylik. Ko'p yillar davomida fuqarolar eski pasport yoki muddati yaqinlashgan pasport bilan ham ayrim ishlarni qilib kelgan. Masalan, bank kartasini ochish, kommunal to'lovlarni rasmiylashtirish, notarial ishonchnoma berish, ishga kirishda hujjat topshirish, ro'yxatdan o'tish, farzandiga hujjat tayyorlash kabi ishlarda pasport asosiy shaxsni tasdiqlovchi hujjat bo'lgan. Ayrim joylarda xodimlar hujjatning muddati, tur yoki ma'lumotlar bazasidagi holatiga chuqur e'tibor bermagan. Odamlar ham pasportim qo'limda bo'lsa bo'ldi deb o'ylagan. Endi vaziyat o'zgaryapti. Davlat xizmatlari, banklar, notariuslar, migratsiya va ro'yxatga olish bo'limlari ma'lumotlarni elektron bazalar orqali tekshiradi. Hujjat faqat qo'lda turgani bilan yetarli bo'lmay qoladi. Agar pasport eski namunada bo'lsa, muddati tugagan bo'lsa, ma'lumotlar bazasida faol emas deb ko'rinsa yoki shaxsiy ma'lumotlaringiz yangilanmagan bo'lsa, tizim avtomatik ravishda xizmat ko'rsatishni cheklashi mumkin. Mana shu joyda odamlar eng ko'p qiynaladi. Kecha shu pasport bilan ish bitgan edi, bugun nega bo'lmayapti degan savol paydo bo'ladi. 12 yildan keyin asosiy o'zgarish shundaki, eski pasport bilan yurishga beparvo qarash mumkin bo'lmaydi. Ayniqsa, hujjat almashtirish muddati kelgan, ID karta olish kerak bo'lgan, xorijga chiqish yoki xorijdan qaytish rejasida bo'lgan, bank va davlat xizmatlaridan foydalanadigan fuqarolar bu masalaga jiddiy qarash kerak. Men bu yerda bitta narsani alohida aytaman. Har bir fuqaroning holati bir xil emas. Kimdadir pasport muddati tugagan, kimdadir eski pasport hali amalda ko'rinadi, kimdir ID karta olib bo'lgan, kimdir esa umuman hujjatini tekshirtirmagan. Shuning uchun umumiy gap bilan emas, aniq vaziyatlar bo'yicha tushunish kerak. Birinchi navbatda kimlar xavotir olishi kerak? Eng avvalo pasportining amal qilish muddati tugagan yoki tugashiga juda oz qolgan fuqarolar. Masalan, pasportingizda amal qilish muddati 2024 yil iyul oyida tugaydi deb yozilgan bo'lsa, siz hali bir necha kun borku deb yurmang. Chunki hujjat almashtirish bir kunda bitmasligi mumkin. Navbat bo'lishi mumkin. Biometrik ma'lumot topshirish kerak bo'lishi mumkin. To'lov qilish kerak bo'ladi. Ayrim hollarda qo'shimcha ma'lumotlar tekshiriladi. Natijada siz 12 iyul kuni borib darhol yangi hujjatni qo'lingizga olaman deb o'ylasangiz, amalda 3 kun, 5 kun yoki undan ko'proq kutishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Ikkinchi toifa. Eski namunadagi pasportni hali ID kartaga almashtirmagan fuqarolar. Bugun ko'p xizmatlar ID karta yoki yangilangan biometrik ma'lumotlar orqali osonroq ishlaydi. Agar odam hali ham eski pasport bilan yursa, ayniqsa undagi surat eski bo'lsa, familiya, ism, otasining ismi o'zgargan bo'lsa, nikohdan keyin familiya almashtirilgan bo'lsa, tug'ilgan joy yoki ro'yxat manzili bo'yicha tafovut bo'lsa, muammo chiqishi ehtimoli ortadi. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqan, familiyasi o'zgargan, lekin pasportini vaqtida almashtirmagan. U bankka kredit rasmiylashtirish uchun boradi. Bank tizimi nikohdan keyingi familiyani boshqa bazadan ko'radi. Pasportdagi familiya esa eski. Xodim hujjatlarni qabul qilmasligi yoki qo'shimcha ma'lumot talab qilishi mumkin. Uchinchi toifa chet elda ishlayotgan yoki chet elga ketishga tayyorlanayotgan fuqarolar. Bu juda muhim. Masalan, fuqaro Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatga ishga ketmoqchi. U aviachipta olgan, ish beruvchi bilan gaplashgan, hatto qarindoshlaridan qarz olib yo'lga pul tayyorlagan. Aeroportga kelganda pasport bo'yicha muammo chiqsa, chipta kuyishi, ish imkoniyati yo'qolishi, qayta rasmiylashtirish uchun yana xarajat qilishga to'g'ri kelishi mumkin.
Bu oddiy noqulaylik emas, bu real moliyaviy zarar. Agar chipta 2 million so'm bo'lsa, qayta chipta olish yana shuncha. Ustiga xizmatlar, yo'l xarajati, vaqt yo'qotish qo'shiladi. 4-toifa notarial harakatlar qilmoqchi bo'lganlar. Masalan, uy sotish, mashina oldi-sotdi qilish, ishonchnoma berish, meros hujjatlarini rasmiylashtirish, qarz shartnomasi tuzish. Notarius shaxsni tasdiqlovchi hujjatni juda sinchiklab tekshiradi. Agar pasport muddati tugagan bo'lsa yoki eski ma'lumot bilan bazadagi ma'lumot mos kelmasa, notarial harakat to'xtashi mumkin. Tasavvur qiling, odam mashinasi sotish uchun xaridor bilan kelishgan, xaridor pul tayyorlagan. Ikkala tomon notariusga borgan, lekin sotuvchining pasportida muammo chiqdi. Bitim o'sha kuni bo'lmaydi. Xaridor fikridan qaytishi ham mumkin. Bu esa odamga katta zarar. 5-toifa bank xizmatlaridan faol foydalanadiganlar. Hozir banklar shaxsni aniqlashda pasport ma'lumotlari, PNFL, telefon raqami, biometrik identifikatsiya kabi tizimlardan foydalanadi. Agar hujjatingiz eskirgan yoki noto'g'ri ko'rinayotgan bo'lsa, karta ochish, omonat rasmiylashtirish, kredit olish, pul o'tkazmasini qabul qilish, ilovada identifikatsiyadan o'tish qiyinlashadi. Masalan, sizga chet eldan $500 pul yuborildi. Siz bankka borasiz. Lekin pasportingiz bo'yicha savol tug'iladi. Xodim avval hujjatni yangilang desa, siz pulni o'sha kuni ola olmasligingiz mumkin. Endi kim xavotir olmasa bo'ladi? Agar sizda amaldagi ID karta bo'lsa, undagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, pasport yoki xorijga chiqish pasportingiz muddati yetarli bo'lsa, ba'zilarda muammo bo'lmasa, vahimaga tushishingiz shart emas. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki ba'zan odam menda hammasi joyida deb o'ylaydi, lekin manzil ro'yxati yangilanmagan, familiya o'zgarishi kiritilmagan yoki eski hujjat hali ayrim tizimlarda bog'lanib qolgan bo'lishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Muammo hujjat yo'qligida emas, hujjatdagi ma'lumotlar bir-biriga mos kelmasligida bo'ladi. Keling, aniq misollar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. Oltin 2 yoshli otaxon eski pasport bilan pensiya oladi. U yillar davomida shu hujjat bilan bankka borib kelgan. Lekin ma'lumotlar yangilanishi boshlangandan keyin bank xodimi undan yangi hujjat yoki ID karta talab qilishi mumkin. Ota-onalarimiz bunday holatda sarosimaga tushadi. Chunki ular elektron tizimlarni yaxshi tushunmasligi mumkin. Shuning uchun farzandlar ota-onasining pasport muddatini ko'rib qo'yishi, zarur bo'lsa davlat xizmatlar markazi yoki migratsiya bo'limiga olib borishi kerak. Ikkinchi misol, yosh yigit ishga kiryapti. Ish beruvchi undan pasport, diplom, harbiy guvohnoma, soliq va bank ma'lumotlarini so'raydi. Past eski bo'lsa yoki muddati tugagan bo'lsa, kadrlar bo'limi hujjatlarni qabul qilmaydi. Natijada ishga qabul qilishga chiqadi. Agar bu ish oyligi 10 million so'm bo'lsa va hujjat sabab 10 kun kechiksa, odam amalda bir necha kunlik daromaddan ayriladi. Uchinchi misol. Ayol kishi farzandiga bog'cha yoki maktab hujjatlarini topshiryapti. Ota-onaning shaxsini tasdiqlovchi hujjat so'raladi. Agar onaning pasporti nikohdan keyin yangilanmagan bo'lsa, bolaning tug'ilganlik guvohnomasidagi ma'lumot bilan onaning pasportidagi ma'lumot orasida tafovut chiqishi mumkin. Bu katta jinoyat emas, lekin ishni to'xtatadigan mayda muammo. Mayda muammo esa navbat asab, vaqt va yo'l xarajatiga aylanadi. 4-misol, fuqaro uyini sotmoqchi. Uy narxi 600 million so'm, xaridor topilgan, kelishuv qilingan. Notarius pasportni tekshiradi va muddati tugaganini ko'radi. Bitim bo'lmaydi. Xaridor men kutolmayman deb boshqa uyga ketadi. Odam bir necha oy kutgan xaridordan ayrilishi mumkin. Demak, pasport masalasi faqat kichik hujjat ishi emas. Ba'zan katta moliyaviy bitim taqdirini hal qiladi. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik bilmaydigan jihatlar haqida gaplashamiz. Birinchi nozik jihat, eski pasport qo'lda borligi uning hamma joyda qabul qilinishini anglatmaydi. Hujjat jismonan bor, rasm bor, muhr bor. Lekin elektron bazada u almashtirilishi kerak deb chiqsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilot uni rad qilishi mumkin. Bu xodimning xohishi emas, tizim talabi bo'lishi mumkin. Shuning uchun mening pasportimni nega olmayapsiz deb janjal qilishdan oldin uning holatini tekshirdirish kerak. Ikkinchi nozik jihat, xorijga chiqish pasporti bilan ishki ID karta bir xil narsa emas. Ba'zi fuqarolar menda zagran pasport bor, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Xorijga chiqish pasporti chet elga borish uchun kerak, lekin ishki davlat xizmatlarida ida karta yoki shaxsni tasdiqlovchi ishki hujjat talab qilinishi mumkin. Aksincha, ID kartangiz borligi ham
chet elga chiqish uchun yetarli degani emas. Qaysi xizmatga qaysi hujjat kerakligini adashtirmaslik lozim. 3-nozik jihat. Hujjat almashtirishda faqat pasportning o'zi yetmasligi mumkin. Ayrim hollarda tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, ajrim hujjati, harbiy hisob ma'lumotlari, doimiy ro'yxat manzili bo'yicha ma'lumot, davlat boji to'langanligi haqidagi tasdiq kerak bo'ladi. Ayniqsa familiya o'zgargan. Ism yozilishida farq bor. Eski hujjatda lotin va kiril yozuvi aralashgan. Tug'ilgan sana yoki joy bo'yicha xato bor fuqarolar oldindan tayyorgarlik ko'rish kerak. 4-nozik jihat, navbat masalasi. Odatda oxirgi kunlarda hamma bir vaqtda yuguradi. 5 kun berildi degan xabar tarqalsa, ko'pchilik ertaga boraman, indinga boraman deb oxirgi kunga qoldiradi. Natijada davlat xizmatlari markazlarida, migratsiya bo'limlarida yoki tegishli idoralarda navbat ko'payadi. Siz bitta ariza topshirish uchun 20 daqiqa sarflayman deb o'ylaysiz, lekin amalda yarim kuningiz ketishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, hujjat ishida oxirgi kun eng yomon kun. 5-nozik jihat, jarima va ma'muriy javobgarlik masalasini alohida tekshirish kerak. Har bir holatda jarima bo'ladi deb umumiy hukm chiqarish noto'g'ri. Lekin pasport muddati tugab ketgan, shaxsiy ma'lumotlar vaqtida o'zgartirilmagan, ro'yxat qoidalari buzilgan. Hujjatsiz yurgan holatlarda ma'muriy choralar bo'lishi mumkin. Shuning uchun odam meni hech kim tekshirmaydi deb o'ylamasligi kerak. Bugungi kunda ko'p narsa elektron tizimda ko'rinadi. Bank, notarius, davlat xizmati yoki ish beruvchi orqali muammo o'zi yuzaga chiqadi. 6-nozik jihat, chet eldagi fuqarolar masalasi. Agar siz hozir xorijda bo'lsangiz, eng yaqin konsullik yoki elchixona orqali hujjat holatini tekshirishingiz kerak. Ko'pchilik chet elda yurganda pasport muddatini unutib qo'yadi. Keyin uyga qaytish, ruxsatnoma uzaytirish, ish shartnomasini yangilash yoki bola hujjatini rasmiylashtirishda muammo chiqadi. Masalan, xorijda ishlayotgan fuqaroning pasport muddati tugab qolsa, uni ish joyida hujjatini uzaytira oladi, na erkin harakat qila oladi. Konsullik xizmatlari esa vaqt oladi. Shuning uchun xorijdagi fuqarolar uyga borganda qilaman demasdan hozir tekshirish kerak. 7-nozik jihat, keksalar va nogironligi bo'lgan fuqarolarga yordam. Ba'zi odamlar o'zlari borib ariza topshira olmaydi. Bunday holatda yaqin qarindoshlar oldindan idoraga qo'ng'iroq qilib yoki davlat xizmatlari markazidan maslahat olib, qanday tartibda murojaat qilish mumkinligini aniqlash kerak. Ayrim xizmatlarda vakil orqali murojaat qilish, ayrimlarida shaxsning o'zi kelishi talab qilinadi. Chunki biometrik ma'lumot olinadi. Bu masalani oldindan bilsangiz, bir borishda ishni to'g'ri tashkil qilasiz. 8-nozik jihat, hujjatdagi har bir harf muhim. Ismingiz bir joyda Sho'xruh, boshqa joyda Sho'xruh deb yozilgan bo'lsa yoki familiyangizda apostrof harf transliteratsiya farqi bo'lsa, tizim sizni boshqa shaxs sifatida ko'rib qolishi mumkin. Bu ayniqsa bank, soliq, sug'urta, meros va sud hujjatlarida seziladi. Shuning uchun yangi hujjat olayotganda xodim bergan ma'lumotlarni e'tiborsiz imzolamang. Har bir harfni, tug'ilgan sanani, manzilni, PIN, FL raqamini tekshirib chiqing. Endi nima qilish kerak? Birinchi qadam, pasportingizni hoziroq qo'lingizga oling va amal qilish muddatini tekshiring. Faqat o'zingizniki emas, uyda ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, voyaga yetgan farzandlaringiz, chet elga ketmoqchi bo'lgan yaqinlaringiznikini ham ko'ring. Muddati tugagan yoki tugashiga yaqin bo'lsa, bu ishni kechiktirmang. Ikkinchi qadam, hujjat turini aniqlang. Sizda eski pasportmi, ID kartami, xorijga chiqish pasportimi yoki bir nechtasi bormi? Qaysi biri qayerda kerakligini tushunib oling. Ichki ishlarda, davlat xizmatlarida, bankda, notariusda ko'pincha ichki shaxsni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Chet elga chiqishda esa xorijga chiqish pasporti talab qilinadi. Ikkalasini aralashtirmang. 3-qadam. Davlat xizmatlari markaziga yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qiling. Borganingizda men eski pasportimni yangilamoqchiman. ID karta olishim kerakmi? Ma'lumotlarim bazada to'g'rimi? Qaysi hujjatlar kerak deb aniq so'rang. Savolni umumiy bermang. Masalan, mening pasportim 20 iyulda tugaydi. 13 iyuldan keyin bank xizmatida muammo bo'lmasligi uchun nima qilishim kerak deb so'rasangiz, xodim sizga aniqroq javob beradi. 4-qadam, hujjatlarni oldindan tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi eski hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat, ro'yxat manzili bo'yicha ma'lumot, davlat
o'zi uchun to'lov kerak bo'lishi mumkin. Har bir hudud va har bir holatda talab farq qilishi mumkin. Shuning uchun borishdan oldin telefon orqali yoki rasmiy manba orqali tekshirib oling. 5-qadam, ariza yozishda ma'lumotlarni tekshiring. Arizada ism, familiya, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, manzil, telefon raqami, PNFL kabi ma'lumotlar bo'ladi. Xodim shoshirsa ham, siz shoshilmang. Bir dona xato keyin yana qayta kelishga sabab bo'ladi. Ayniqsa familiya o'zgargan ayollar ismida o, bor fuqarolar pasportida kirildan lotinga o'tishda farq bo'lganlar juda ehtiyot bo'lsin. 6-qadam. To'lov kvitansiyasini saqlang. To'lovni bank, ilova yoki terminal orqali qilgan bo'lsangiz, tasdiqni yo'qotmang. Telefoningizga skrinshot qiling, qog'oz kvitansiya bo'lsa alohida saqlang. Ba'zan tizimda to'lov darhol ko'rinmasligi mumkin. Shunda sizda tasdiq bo'lsa, masala tezroq hal bo'ladi. 7-qadam. Yangi hujjat tayyor bo'lgach, uni olib darhol tekshiring. Faqat rasmga qarab qo'ymang. Ism, familiya, tug'ilgan sana, amal qilish muddati, PNFL, manzil, jins, hujjat raqami hammasini ko'ring. Xato topsangiz o'sha joyning o'zida ayting. Uyga borib ko'raman demang, chunki keyin tuzatish yana vaqt oladi. 8-qadam. Muhim tashkilotlarda ma'lumotni yangilang. Yangi ID karta olganingizdan keyin bank, ish joyi, mobil operator, sug'urta, soliq, notarial ishlar bo'yicha kerakli joylarda hujjat ma'lumotlari yangilanishi mumkin. Ayrim tizimlar avtomatik yangilanadi. Ayrimlarda siz borib yoki ilova orqali tasdiqlashingiz kerak. Masalan, bank ilovasida identifikatsiya qayta so'ralishi mumkin. Buni oldindan qilsangiz, pul kerak bo'lgan paytda muammoga duch kelmaysiz. 9-qadam. Qo'shnilar va qarindoshlarga ayting. Bu mavzu ayniqsa kattalar uchun muhim. Ko'p ota-onalar pasportim bor, nima bo'lardi deb yuradi. Ular internetdagi xabarlarni ko'rmasligi mumkin, navbat va tartibni bilmasligi mumkin. Siz ularga oddiy qilib tushuntiring. Pasport muddati tekshiriladi. Kerak bo'lsa yangilanadi. Aks holda bankda, notariusda yoki davlat xizmatida muammo chiqishi mumkin. 10-qadam. Faqat mishmishlarga ishonmang. Ijtimoiy tarmoqlarda hammani jarimaga tortishadi. Eski pasport butunlay bekor bo'ldi. 2 yildan keyin hech qayerga kiritmaydi. Kabi gaplar tarqalishi mumkin. Men sizga ekspert sifatida aytaman. Har doim rasmiy manbani tekshiring, lekin rasmiy manbani kutaman deb. O'z pasportingiz muddati tugaganini e'tiborsiz qoldirmang. Eng to'g'ri yo'l, hujjatingizni tekshiring. Kerak bo'lsa idoraga murojaat qiling. Yozma yoki rasmiy izoh oling. Yana bir muhim maslahat. Agar siz 2 iyulga qadar biror muhim ish qilmoqchi bo'lsangiz, masalan uy sotish, kredit olish, chet elga uchish, ishga kirish, farzand hujjatini rasmiylashtirish, pasport masalasini birinchi o'ringa qo'ying. Ko'p odamlar avval chipta oladi, shartnoma qiladi, pul kelishadi, keyin pasportni tekshiradi. Bu tartib xato. Avval hujjat, keyin bitim. Avval hujjat, keyin safar, avval hujjat, keyin kredit. Agar pasportingiz yo'qolgan bo'lsa, darhol murojaat qiling. Yo'qolgan hujjat bilan yurish yoki topilib qolar deb kutish xavfli. Hujjatdan boshqa shaxslar foydalanishi, firibgarlik holatlari bo'lishi mumkin. Yo'qolganini tegishli organlarga bildiring. Yangi hujjat olish tartibini boshlang. Agar pasportingiz yaroqsiz holga kelgan bo'lsa, masalan yirtilgan, suv tegib yozuvlari o'chgan, rasm ko'rinmay qolgan bo'lsa, buni ham kechiktirmang. Yaroqsiz hujjat ko'p joyda qabul qilinmaydi. Agar sizning holatingiz murakkab bo'lsa, masalan tug'ilganlik guvohnomangiz yo'q, nikoh hujjatingiz boshqa davlatda berilgan, familiyangiz bir necha marta o'zgargan, sud qarori bo'lgan. Xorijda tug'ilgan farzandingizga hujjat olayotgan bo'lsangiz, oddiy navbat bilan ish bitmasligi mumkin. Bunday vaziyatda oldindan maslahat oling. Kerakli hujjatlarni tarjima va tasdiqdan o'tkazish talab qilinadimi? Aniqlang. Shoshilinch kunda borib, menga hozir kerak deyish muammoni hal qilmaydi. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, eski pasport masalasini 12 yilgacha e'tiborsiz qoldirmang. Hujjatingiz muddati, turi, bazadagi holati va shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'riligini tekshiring. Kimda ID karta bor va hamma ma'lumoti joyida bo'lsa, vahimaga tushishi shart emas. Lekin kimda eski pasport, muddati tugagan hujjat, familiya yoki manzil bo'yicha o'zgarish, xorijga chiqish rejasi, bank yoki notarius ishi bo'lsa, u albatta hozirdan harakat qilishi kerak. Men sizga eng sodda yo'lni aytdim. Pasportni tekshiring. Kerakli hujjatlarni tayyorlang. Davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya bo'limiga murojaat qiling.
Arizada har bir ma'lumotni sinchiklab ko'ring, yangi hujjatni olgach, bank va boshqa joylarda ma'lumotni yangilang. Bu ish bugun sizga bir necha soat vaqt olishi mumkin. Lekin ertaga katta muammo, katta xarajat va katta asabiylikdan saqlaydi. Endi sizdan so'rayman. Sizda yoki yaqinlaringizda hali eski pasport bormi? 12 iyulgacha hujjatni yangilashga ulguryapsizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni qo'shnilarga, ota-onalarga, qarindoshlarga yuboring. Chunki bitta vaqtida aytilgan ogohlantirish kimningdir chiptasini, pulini, vaqtini va muhim ishini saqlab qolishi mumkin.